Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Mihnaf ibn Sulaym roziyallohu anhu naql qilishadiki, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Arafotda edik. Va u kishining shundoq deganlarini sami'tuhu, u kishidan eshitdim. Aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baytin fi kulli amin udhiyatun." Ey insonlar, har bir uy ahliga har yili bir qurbonlik qilish lozimdir deganlar. Ala kulli ahli baytin. E'tibor bering, ala lozimdir, vojibdir degan ma'noni ifoda qiladi. Mana shundan ham ma'lum bo'ladiki, demak, qurbonlik qilish, qurbonlik so'yish vojib ekan. Nisob sohib bo'lgan, fitr sadaqasi vojib bo'lgan kishilarga. Qurbonligim tolibi ilm uchun. Siz bir dona qurbon hissangizni ehson qilasiz. Biz esa uni qanchadan qancha toliba ilmlarga yetkazamiz. Talabalar, qorilar, yosh olimlar doimo haqqingizda duodadirlar. Siz yuborasiz, ular esa jimgina duo qiladilar. Ya Robbim, ushbu ehson egasini mag'firat aylagin, jannating bilan mukofotlagin, farzandlarini qori qilgin.